SAT matematika savoli. Aylanaga oid savol. X, Y tekislikda aylananing tenglamasi berilgan va quyidagi berilgan gaplardan qaysi biri aylana uchun to'g'ri? Aylananing umumiy formulasiga moslab berilgan tenglamani yozib olamiz. Ya'ni x minus 2 ning kvadrati, keyingisi y minus 4 ning kvadrati va 4 ni esa r kvadratga moslab, ya'ni 2 ning kvadrati deb yozib olamiz. Bu yerda a bizda minus 2 ga, b minus 4 ga, r esa 2 ga mos keladi. Ya'ni bular nimani bildiradi? Minus 2 va minus 4 bu aylanani markazining koordinatasini bildiradi. R esa radiusini. Demak, aylananing markazi minus 2, minus 4 da va radiusi 2 ga teng. Va buni x, y tekislikda tasvirlaymiz. Ya'ni x o'qdan minus 2 birlik va y o'qdan esa minus 4. Demak, aylananing markazini belgilab olamiz. Taxminan shu nuqtada yotadi va endi radiusi 2 ga teng bo'lgan aylana chizamiz. Ya'ni aylanamiz taxminan bunday ko'rinishda bo'ladi. Endi shartlarni o'qiymiz. Birinchisida aylananing markazi 2 to'rt nuqtada yotadi. Demak, bu mos kelmaydi, chunki aylananing markazi minus 2 va 4 da yotadi. Keyingisi aylana x o'qiga urinadi. Bizda x o'qi mana, demak aylana x o'qiga urinayotgani yo'q. Shuning uchun bu ham mos kelmaydi. Uchinchi, aylana y o'qiga urinadi. Demak, aylana mana y o'qimiz. Hatto mana aylanamiz bizda y o'qiga tegib turibdi. Demak, bu shart qanoatlantiradi. Demak, 3-shartni olamiz va to'g'ri javob B.